Vaqtingizni, asabingizni ketkazib nima qilasiz aka? Undan ko'ra mana shu tayyor uchastkani olsangiz, sizga ham vaqtdan yutasiz, ham narxidan ancha arzonga tushishi mumkin. Agarda Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasidan mana shunaqa katta 6 sotuvli uchastka qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, shu ko'rib turgan uchastkamiz 379 ming dollarga sotiladi. Bu lokatsiyada o'z bir sotuv yerlar 50 mingdan 60 minggacha bo'lyapti. O'zingizlar tan narxini hisoblab ko'rsanglar ham bo'ladi. Va zo'r tarafi полностью dizaynerskiy planirovkalar qilib qo'yilgan, hammasini qo'shib beramiz deyapti. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Planirovkani biroz tushuntirib beradigan bo'lsam, darvozaxonalarni ko'rdinglar, navislon joylar qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafda basseynlarni ham ko'rishimiz mumkin. Binoning yon tarafida letniy kuxnalarning ham joyi bor. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunaqa katta xoll bilan boshlanadi. Uni o'zida yana bitta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Kuxnyamiz ham kattagina razmerda joylashgan. Bundan tashqari bitta katta yotoqxonasi, alohida garderob va sanuz bilan birga, plus yana bitta yotoqxona joylashgan. Endi ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, uni o'zi ham mana shunday katta xoll bilan boshlanadi. Jami 3 ta xona joylashgan. Bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Uni o'zi ikki qismga bo'lingan. Garderob va sanuzlar alohida va yotoqxona uchun alohida joylari bor. Plus bolalar yotoqxonasini ko'radigan bo'lsak, ikkita bolalar yotoqxonasi, ikkalasida ham alohida sanuzullari bor. Binoni tegi podoli keladigan bo'lsa, u ham yaxlit holatda, uni o'zi ham xonalarga bo'lib tashlangan. Qiziqadiganlar bo'lsa, pastda egalar nomerini qoldiraman. Vaqtingizni, asabingizni ketkazib nima qilasiz aka? Undan ko'ra mana shu tayyor uchastkani olsangiz, sizga ham vaqtdan yutasiz, ham narxidan ancha arzonga tushishi mumkin. Agarda Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasidan mana shunaqa katta 6 sotuvli uchastka qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, shu ko'rib turgan uchastkamiz 379 ming dollarga sotiladi. Bu lokatsiyada o'z bir sotuv yerlar 50 mingdan 60 minggacha bo'lyapti. O'zingizlar tan narxini hisoblab ko'rsanglar ham bo'ladi. Va zo'r tarafi полностью dizaynerskiy planirovkalar qilib qo'yilgan, hammasini qo'shib beramiz deyapti. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Planirovkani biroz tushuntirib beradigan bo'lsam, darvozaxonalarni ko'rdinglar, navislon joylar qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafda basseynlarni ham ko'rishimiz mumkin. Binoning yon tarafida letniy kuxnalarning ham joyi bor. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunaqa katta xoll bilan boshlanadi. Uni o'zida yana bitta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Kuxnyamiz ham kattagina razmerda joylashgan. Bundan tashqari bitta katta yotoqxonasi, alohida garderob va sanuz bilan birga, plus yana bitta yotoqxona joylashgan. Endi ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, uni o'zi ham mana shunday katta xoll bilan boshlanadi. Jami 3 ta xona joylashgan. Bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Uni o'zi ikki qismga bo'lingan. Garderob va sanuzlar alohida va yotoqxona uchun alohida joylari bor. Plus bolalar yotoqxonasini ko'radigan bo'lsak, ikkita bolalar yotoqxonasi, ikkalasida ham alohida sanuzullari bor. Binoni tegi podoli keladigan bo'lsa, u ham yaxlit holatda, uni o'zi ham xonalarga bo'lib tashlangan. Qiziqadiganlar bo'lsa, pastda egalar nomerini qoldiraman. Vaqtingizni, asabingizni ketkazib nima qilasiz aka? Undan ko'ra mana shu tayyor uchastkani olsangiz, siz